Insonni hurmat qilishni oliy darajasi bu unga o'z hayotini o'zi xohlagandek barbod qilishga xalaqit bermaslikdir. Hurmat bu so'ramagan insonni qutqarish haqida emas. Bu uni o'zini xatolariga, tajribasiga va hatto o'zini barbod qilishiga bo'lgan huquqini tan olish qobiliyatidir. Biz ko'pincha "men qanaqa to'g'ri bo'lishini bilaman" degan bahona ostida birovlarni nazorat qilishni g'amxo'rlik deb aytamiz. Lekin aynan shu holatda yordam muammoni yechimiga emas, balki bosim o'tkazish shakliga aylanadi. Siz yordam beraman deb o'ylashingiz mumkin, lekin aslida bu insonga o'zi anglash nuqtasiga yetib kelishiga xalaqit beryapsiz. Shu ma'noda hurmat qilish bu qutqaruvchi rolini o'ynashni to'xtash va insonga o'z tanlovining oqibatlari bilan yuzlashishga qo'yib berish. Ko'pincha biz yaqinlarimizni qutqarishga g'amxo'rlik qilganimiz uchun emas, balki ularni xatosi bizga noqulaylik tug'dirayotgani uchun intilamiz. Biror kishiga hayotini barbod qilishga xalaqit berayotgan bo'lsangiz, ko'p hollarda uni emas, o'zingizni ichki xotirjamligingizni qutqarayotgan bo'lasiz. Siz unga xato qilishga yo'l qo'ymaysiz, chunki sizga buni kuzatish og'riq beradi. Lekin haqiqiy hurmat bu o'zingiz egoizmingizni jilovlash va boshqa bir insonga sizni to'g'rilik haqidagi tushunchangizga mos kelmasligiga ruxsat berishdir. Siz uni to'laqonli shaxs deb tan olsangiz, unga har qanaqa yakun uchun huquq berasiz.